Xo'p, sizlarga bitta narsa aytib ketmoqchiman. Mana ko'ya boqilayotgan akvariumimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, teylari oqaryapti mana chizuv bo'lib akvariumni. Bu yerda pilisos baliqlarimiz yo'q edi. Hozir bu yerga tashladim. 6 dan 7 ta pilisos baliq ansitruslardan. Mana chetida turishibdi mana. Ertaga ko'rasizlar rezultatni. Ertaga tashlab beraman qo'shib mana shu videoga. Yana mana shu oppoq bo'lani ko'rasizlar. Mana shu pilisosni nima qilishish. Общий holat. Xo'p, mana aytganimdek bir kundan keyin mana. Umuman oq qishloq qolmagan. Pilisosda mana hamma musorlar pilisosda yeb chiqargan, o'zidan olib chiqarganlar. Yerlar top-to'zgan. Mana akvariumga pilisos nima uchun kerak? Bular shu pilisos baliqlari mana shunaqa o'ynaga yopishib qolgan har xil dog'larni, bakteriyalarni, viruslarni yeydi. Asosiy vazifalari shu. Yaxshi tozalashdan. Bir kunda mana oppoq qo'ygan. Bitta musorlarni o'zimiz tozalab olsak, akvarium tegi top-toza bo'ladi.